Bu videoni 3ta eng yaqin og'ayni bir xilda olib haydaymiz deb niyat qilib qo'yganlar. Hozirda do'stingizga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Sotuvda 3ta bir xil Manevro 6 parovoz. Parovozlar hammasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasi 880 ming kilometr masofadan oshgan. Prisepi ham 2015-yilda ishlab chiqarilgan Krono Prisep. Kubasi jami 120 kubani tashkil etadi. Balonlarning holati 90% atrofida. Parovozlar narxini 65 ming AQSh dollardan deb aytilyapti. Yana savdolashib, yaxshi narxga olishingiz mumkin. Egalarining nomeri har doimgidek videoni past qismida bo'ladi. Manzil Toshkent shahrida turibdi. Shunaqa stan yatib qo'yganlar, like tugmasini qizartirib qo'yisham esdan chiqmasa, sotuvda ko'plab foralarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.